Ushbu korxona 1964-yil asos solingan bo'lib, unda faqat bir yo'nalish metallkonstruksiya sexi bo'lgan. Hozirgi kunda kelib davlat ulushini mahallashtirilgan holatda o'zi ishlab chiqarish tarmoqlarini kengaytirilgan holatda yangi bosqichga o'tgan. Ya'ni avtomobil sozligida har bir yo'nalishi bo'yicha tarmoqlarni o'z ichiga olgan. Yuk tashish avtomobillarini rama qismlarini lokalizatsiya qilish jarayonlarimiz. Ushbu mahsulotning komponentlari asosiy qismlari Xitoy davlatidan keltirilgan. Hozirgi kunda o'zimiz mahallashtirishimiz natijasida ushbu materiallarni o'z ichki bozordan xarid qilib, o'zimiz ishlab chiqarmoqdamiz. Birinchi navbatda qo'shimcha ish o'rnlari yaratildi. Ichki bozorda sifatli va hamyonbop mahsulotlarni xalqimizga bo'lgan talabni qondirish maqsadida keng miqyosda ishlab chiqarishimiz boshlandi. Bugungi kunda mahsulotni mahallashtirish darajasi 45% ga yetgan bo'lib, ushbu yilning oxirigacha 85% dan oshirish maqsadimiz qo'yilgan. Ushbu mahsulotlarimiz 2023-yildan boshlab bir necha davlatlar bilan eksport vazifasini bajarib kelingan. Hozirgi kunda yanada kengaytirish maqsadida Yevropa davlatlari bilan ham savdo-sotiqni rivojlantirish maqsadida yangi takliflar ishlab chiqarilmoqda. Ushbu fursatdan foydalanib, barcha yurtdoshlarimizni mustaqilligingiz 35 yilligi bilan muborakbod etamiz. Oilalarga tinch, xotirjamlik tilab qolamiz.